Hamma ishchilarga ayt, ehsonim bor. 1 kilogrammdan un tarqatyapman. Kimga kerak bo'lsa olib ketish mumkin. 1 kilogrammdan un kam emasmi? Endi obro'yingizga to'g'ri keladimikan deyman-da, Jasur aka. Sen aytganini qilgin. Xo'p bo'ladi. Shuncha puli bo'lib turib 1 kilo un berishga uyalmaydimi? Kerak emas, boshdan qolsin. Endi shuni ham avtobusda ko'tarib yuramanmi? Shart emas. Xo'jayin ham juda pastda. 1 kilo un ham beradimi? Ay, nima deysiz aka? Bor-da. Dadasi uyda produktlar tugagan. Bozorlik qilish kerak. Buguncha amallab turaylik. Ertadan keyin oylik tushib qolsa kerak. Uyga egasi telefon qildi. Agar bugun uyda pulni bermasangiz uyni bo'shatinglar dedi. Bir ilojini qilarman. Javohir aka, mana olsam bo'ladimi? Ha, xonalarga kirsang berib yuboradilar. Mana. Rahmat. Voy, yaxshi bo'ldi. Hozir biroz tayyorlayman. Men yuz qo'lim yuvib chiqaman. Dadasi, Ha, tinchlikmi? Unning ichidan chiqib qoluvdi. Ozgina anglashilmovchilik bo'ldi shekilli. Yo, Ochilbek, hammasi to'g'ri. Men ehson uchun haqiqiy muhtoj odamni qidirganman. Bu sizga yaxshilikka ishlating. Rahmat Jasur aka. Sizga o'xshagan saxiy boylar ko'paysin. Sizga o'xshagan shukur qiluvchi insonlar ham ko'paysin.